Yurtimizda ilk bora Act in Space xalqaro hakatoni tashkil etildi. Bu kosmik texnologiyalar va sun'iy yo'ldoshlarga bag'ishlangan xalqaro tadbir bo'lib, unda respublikamizning turli hududlaridan 100 nafar iqtidorli talaba ishtirok etmoqda. O'zbekiston hamda Fransiyaning kosmik agentliklari hamkorligida o'tkazilayotgan tanlovning mamlakatimizdagi g'oliblari Fransiyada o'tkaziladigan hakatonga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Act in Space hakatoni kosmik sohaga qiziquvchi yoshlarning iqtidorini namoyon etishga qaratilgan xalqaro tanlov. U yurtimizda ilk marotaba bo'lib o'tdi. Mazkur hakaton Fransiya va O'zbekiston kosmik agentliklari hamkorligida tashkil etildi. Ushbu loyiha aerotexnologiyalarni faqat ilmiy soha bilan cheklab qo'ymasdan, real hayot muammolarini ham hal etishga xizmat qiladi. Fransiya kosmik agentligi, Yevropa kosmik agentligi tomonidan tashkil qilingan hakaton. Bu hakatonda hozirgi vaqtda 30 dan ortiq davlatlar qatnashyapti va 80 dan ortiq shaharlarda bu hakaton boshlanish arafasida. O'zbekiston ham 2026-yildan boshlab bu katta oilani bir a'zosi sifatida qatnashishni boshladi. Mutaxassislarimiz hozirgi kunda hakaton boshlanishidan ularni final bosqichiga yetib borgunlarigacha o'zlari yordam berishadi va qo'llab-quvvatlashadi. Musobaqada respublikamizning turli hududlaridan saralangan 100 nafar talabalar ishtirok etishdi. Ular professional mentorlar ko'magida fazoviy muammolar bo'yicha jamoaviy ishlab, qisqa muddatda innovatsion yechimlarni ishlab chiqishlari kerak. Bizning loyihamiz NASA'ni ma'lumotlar bor ob-havo haqida. Biz sun'iy intellekt yasadik. Proyekt bizga 2-3 oy oldinga ob-havoni bilishga yordam beradi. Hozirgi loyihamiz asosan Spacequart AI nomi bilan atadik. Sun'iy intellekt qo'shilgan platforma hisoblanadi. Kosmosda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan chiqindilar va ularga ta'sir o'tkazishini biz analiz qilish uchun o'zimizning platformamizni ishlab chiqdik. 2 kun davomida olib kelingan loyihalarning eng sari va yaxshilari hakamlar hay'ati tomonidan tanlab olindi. Shuningdek, yakunda 2 va 3 o'rinni egallagan jamoalar O'zbek kosmos agentligida amaliyot o'tash imkoniyatini qo'lga kiritishdi. 1-o'rinni egallagan talabalar esa Fransiyaning Bordo shahrida bo'lib o'tadigan xalqaro hakatonda yurtimiz nomidan ishtirok etishadi. Gulbahor Abdulxay va Abdulahad Abduvahobov Hudud informatsion dasturi uchun.